Ko'xtang bolalarim, mana bugun ko'xtang bolalarimiz navbatdagi yordamga kelganlar, nevaralarim. Bugungi ishimiz stullarni sodalab yuvish. Bolalar zerikdilar, o'ynab, televizor ko'rib zerikdilar, yuvyapmiz. Gel emas, biz kirsovun ishlatamiz faqat. Kirsovun bilan mana Muslima stullarni sodalab chiqyapti. Juda yaxshi, kirlari ketib. Bu stullarda albatta mikroblar bo'ladi. Qo'ldan qo'lga o'tadi, qo'llar orqali mikrob bo'ladi. Siz qo'lingizni yuvib stulga o'tirib ovqatlanganingizcha o'sha bir tekda mikrob yuqishi mumkin. Shuning uchun har kuni biz kirsovunli rastvorda yuvib qo'yamiz stullarni erinmasdan. Bolalar o'zlari kir qiladi, o'zlari yuvadi. Bahora qizim, yuvilganlarni chayavering. Ikkinchisiga o'tamiz, Muslima bo'ladi. Biz kir emasdi-ku-da, har holda mikroblar ketkazyapmiz. Kirsovundan keyin albatta yaxshi chayilish kerak. Albatta mana biz soya salqin joyda ishlayapmiz. Bolalar sal oftob bo'lsa ham tezroq soyaga o'tishlari kerak. Chunki yoz oftobi chilla boshlangan. Atrofimiz salqin, gullar bor. Bolalar uchun nafas yetarli. 10 daqiqali ish, mana moyka bo'lib qoldi bu yer. Bolalarni yoshligidan mehnatga o'rgatganimiz menimcha ma'qul. Chunki kattalarga yordam kerak. Toza bo'lyaptimi, Muslima qizim? Toza yuving. Ushlagich joylarni ko'proq cho'tkalang. Ushlagich joylarni, ha? Ushlagich joylarda ko'proq bo'ladi mikroblar. Juda yaxshi. Yaxshi jarayon. Onaxonlarimizga yordam, onalaringizga yordam, shundaymi? Ularga boshqa ish ko'p. Ular sizlar uchun non pishiradi, ovqat qiladi va hokazo. Ularda ish ko'p. Ularga yordam bermasangizlar, charchab qolishadi. Oltin yoz o'tmoqda soz. Hali lagerga yuboramiz sizlarni, bolajonlar. Lagerga boramiz-a? Dadalaring putyovka olib kelsa, lagerga yuboramiz. Vandob, Zarabog', Kampirtepa, shu tomonlar yaxshi lagerlar bor. Mazza qilib dam olib kelasizlar. Hammasi toza bo'ldi. Rahmat bolajonlar, rahmat. O'zlaring yana quritib, choy ichadigan joylaringizga qo'yasizlar. Bir marta o'rganganlaringni ikkinchi takrorlamaymiz. Boshqa payt o'zlaring mustaqil yuvib o'tiraveringizlar. Xo'p, bolajonlar. Rahmat.